Qur'onda butun koinotni titratgan bir shartnoma bor. Osmon unga imzo chekishni rad etdi. Yer uni rad etdi. Tog'lar uni rad etdi. Lekin siz unga imzo chekdingiz. Insoniyat yaratilishidan avval Alloh o'zining eng buyuk maxluqotlarga maxsus bir topshiriqni taklif qildi. U buni osmonlarga, yerga va haybatli, qadimiy, qilt etmas tog'larga taklif qildi. Alloh bu lahzani Ahzob surasida shunday muhrlagan. Biz bu omonatni osmonlarga, yerga va tog'larga taklif qildik. Ular buni yuklanishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Ular osiy bo'lganlari uchun rad etishmadi. Ular bu imtihondan o'ta olmaslikdan, uning mas'uliyatidan dahshatga tushdi. So'ngra siz keldingiz, inson, kichik va mo'rt inson. Xo'sh, bu omonat nima? Bu shunchaki qoidalar yoki majburiyatlar emas. Bu erkin iroda, tanlash